بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى حمد sanalarımız bo'lsin. Bashariyatni boshqa mavjudotlardan bayon, nutq bilan imtiyozli qildi. Va nutq ahli ichidan, ya'ni so'zlovchi bashar ichida ushbu xususiyatda mahorat kasb etgan, yana ham yuqori bir saviyaga ega bo'lgan nazm ahli. Ana bu nazm ahlini Alloh subhanahu va taolo o'zi bir ilhomlar bilan, o'zining iltifotlari bilan boshqalardan so'z borasida, ushbu nutq borasida ustun qildi. Rasul akram alayhissalatu vassalom o'zlarining bir hadislarida marhamat qilganlar. Inna minal bayani la sihran va inna minash shi'ri hikmatan. Bayonda sehr bor. Gohida gap insonni sehrlab qo'yadi. Va she'rda hikmat bor deganlar. Mana shu hadis sharif ilhom berib, bizning musulmon ummati she'rga ham, badiiyatga ham o'ziga yarasha e'tibor berib, bu borada butun bashariyatga, butun insoniyatga tatgulik ajoyib bir ilmiy merosni taqdim qilganlar. Ana shunday buyuk shoirlarimizdan biri Hazrat Mir Alisher Navoiy rahmatullohi alayh bo'ladilar. Alisher Navoiy hammamiz yodlab olgan gap, she'riyat mulkining sultoni, turk xalqlarining eng katta shoiri, o'zbek tilining asoschisi va hokazo. U kishiga haqiqatda bu ta'riflar nihoyatda haqli ravishda berilgan. Lekin shu bilan birga Hazrat Navoiy tasavvuf she'riyatining ham namoyandasi. Tasavvuf she'riyati degan she'riy yo'nalish janri bor. Islom olamida she'riyat shoirlarning o'ziga yarasha o'rni bor. Mana shu islomiy she'riyatning katta bir qismi, alohida yo'nalish bu tasavvuf she'riyati hisoblanadi. Tasavvuf she'riyatida ilk bor ijod qilganlar arab shoirlari bo'lgan. Ibn al-Foriz, Ibn Arabiy, yana boshqa shoirlar, hatto Robiya Adaviyadan ham tasavvufga doir she'rlar, Abdul Qodir Jiloni rahmatullohi alayh, yana Rifai rahmatullohi alayh va boshqa tasavvuf mashoyixlarining juda ko'plarida tasavvuf she'riyati borasida ijodlari bor. Arab olamida ana shu buyuk mutasavvuf mashoyixlarning she'riyatlari tasavvuf she'riyatini o'zida aks ettirgan bo'lsa, aynan mana shu she'riyat fors olimlarga ham ta'sirini o'tkazgan va forslardan mana birinchi bo'lib Rudaki va undan keyin Nizomiddin Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurrahmon Jomiy kabi, Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy kabi qator shoirlar tasavvuf she'riyatining namoyandalari hisoblanadi va ular tasavvuf she'riyatining farsi zabon qismiga, demak, ega bo'lganlar, mutasaddi bo'lganlar va mana shu farsi zabon qismini ko'targanlar. Arab she'riyati Qur'on va hadis quvvatida, Qur'on va hadis ta'sirida hech bir xalqning bo'yi yetmaydigan ko'kka qarab ko'tarilib ketgan. Oldinda hamma xalqlarda shoirlik, she'riyat bo'lgan. Lekin she'riyat hamma xalqlarda bo'lsa-da, lekin unaqa yuksak emas. Arab she'riyati o'zi yuksak edi. Qur'on kelishidan oldin ham arablarda she'riyat nihoyatda yuksak darajaga ko'tarilgan. Aynan Qur'on nozil bo'lish pallasiga kelganda arab she'riyati o'z tarixida eng yuqori cho'qqiga chiqqan edi. Shuning uchun Qur'oni Karim o'sha shoirlarni, arab adiblarini, agar Qur'onni sizlar inson tafakkuri mahsuli desanglar, eng katta shoirlar sizlarda. Marhamat, Qur'onga o'xshash narsa keltiringlar-chi deb ularni bellashuvga chaqirgan. Mana shunda Qur'on ularni qaysi jihatdan bellashuvga chaqirgan? Hukmdanmi, ma'lumot jihatidanmi, hikmatidanmi, irshodidanmi, nimada? Hammasida Qur'on ojiz qoldiradi bashariyatni. Lekin bashariyatni bellashuvga chaqirganda badiyat bilan bellashuvga chaqirgan. Qur'on o'zining badiiyligi shunchalar yuksakki, agar sizlarda quvvat bo'lsa, qani qo'lingizdan kelsa, mana shu Qur'onning badiiyatini, balog'at fasohatini ko'rsatinglar, sizlar ham
gapiringlarchi, keltiringlarchi Qur'onga o'xshash bitta sura deyilgan. Mana shuning o'zi asli musulmon kishi uchun Qur'on badiiyatga qanchalar e'tibor berganini anglatadi. Ya'ni Qur'oni Karim bellashuvga chaqirganda, arab shoirlarini, arab adiblarini bellashuvga chaqirganda badiiy, balog'at va fasohat jihatdan bellashuvga chaqirgan. Hukm, irshod va boshqa masalalar bo'yicha emas. Nega arablarni bellashuvga chaqirishining o'zi butun insoniyatni ojiz qoldirdi deb talqin qilinadi. Bu ham bir ajoyib fikr. Aytish mumkin-ku, masalan, yo endi arablarning shoirlari ojiz qolgan bo'lsa, nima bo'pti endi? Mana biz forslar bor, shoir, forslarda shoir bor, turklarda shoirlari bor. Bizchi deyish mumkin. Tarixiy hujjat shuki, arab shoirlarini oldiga hech kim tusha olmaydi. Badiiyat, balog'atda til o'zi o'ta yuksak. U imkoniyat boshqa tilda yo'q o'zi. Endi o'sha imkoniyatni eng yuqori saviyada ishlatganlar o'sha arab shoirlari bo'lgan. Eng so'z ustalari. Arablarni ojiz qoldirish bilan butun insoniyat ojiz qoldirilgan shuning uchun. Arablarki Qur'onga o'xshash kalom keltira olmadimi? Arab shoirlariki. Boshqa xalqlarning shoirlari hech qachon keltira olmaydi. Chunki bu keltira olmagan, keltira olmaydi ham. Nega desa, arab shoirlari badiiyatda ana shunaqa yuksak bo'lgan o'sha vaqtda. Tilning xususiyati bunga imkoniyat bergan va o'sha vaqtda arablarda yozuv bo'lmagan-ku. Kitob yozish, masalan, Yunonlarning singari kitob yozish, hindlarning singari bitiklar bo'lishi ularda bo'lmagan. Ular hamma ilm, hamma hikmatlarini qayerda saqlashgan? Nazmda saqlashgan. Qissalar, hikoyalar mana shu nazmda o'zlarining badiiy demak ijodlarida o'zlarining arablarning hamma tarixini ham, ilmini ham, haligi hikmatini ham ana shunda saqlashgan. Shuning uchun ular har desa she'rga murojaat qilishgan. She'rga murojaat qilish orqali hikmatni ham olishgan, o'zlariga qadriyatni ham mana shu she'rdan olishgan. Ularning hayotida she'riyat mana shunaqa yuksak o'rin tutgani uchun Qur'oni Karim ana balog'at, fasohatning ana shunday yuksak bir namunasini ko'rsatdiki, hatto Qur'onga o'xshash butun asar kitob emas, balki Qur'onning bitta surasiga o'xshash biror bir sura keltirishga hech kim qodir bo'la olmadi. Ular harakat qilmagan emas. Harakat qilgan. Qur'oni Karim Makka davridayoq bu xitobni qilgan ularga. Am yaquluna iftara. Qur'onni to'qilgan deyishyaptimi? Qul in iftaraytuhu fa'tu bi suratin min mithli. Qul fa'tu bi suratin min mithli. Qur'onni to'qidi deyishyaptimi? Ayt ularga, ey Muhammad alayhisolatu vassalom, sizlar ham bitta sura keltiringlar. Ular keltirib ko'rishgan, bir ikkita gap gapirib ko'rishgan, aljirash bo'lib qo'ygan Qur'onning oldida. Bo'lmasam o'zlarining balog'atini, fasohatini nihoyatda ishga solishgan, lekin Qur'onning oldida aljirashga o'xshab qo'ygan. Shuning uchun uni aytgani ham o'zlari yurakdosh bermagan. Bir ikki marta aytib ko'rsa sharmanda bo'lgan. Qur'onga yaqin ham kelmaydi. Qur'on ana shu darajada balog'at bilan arab shoirlarini ham ojiz qoldirdi. Nega desa, chunki ular ishongani shu she'riyatida, shoirlik edi. Mana bu jihatdan Qur'oni Karim badiiyatda nihoyatda yuksak bir namunani ko'rsatdi. Shu bilan birga Qur'on fahshga, buzuqlikka, zo'ravonlikka qarshi kurashar ekan, o'sha arab johiliyat she'rlarining belini sindirib qo'ydi. Chunki ularning she'riyatida asosan shu mavzular edi. Bir-biriga hujum qilib, bir-birini gijgijlash, fahsh, buzuqlik mana shunaqa narsalardan iborat edi. To'g'ri, til jihatdan balog'at nihoyatda yuqori, lekin mazmun jihatdan nihoyatda fasodda edi. To'g'ri, yaxshi ma'nodagi, ezgulik ma'nosidagi tabiat go'zalliklarini ifoda qilgan, hatto tavhidni ifoda qilgan she'rlar ham johiliyat she'riyatida bor edi. Inshaalloh biz keyingi suhbatlarimizda o'rganamiz. Umayya ibn Abu Saltning she'rlari mana shunga misol. Labidning she'rlari misol. Lekin aksar qismi haligindek bemaza bo'lgani uchun Qur'on fahshga, buzuqlikka, zo'ravonlikka qarshi kurash ochganda orada she'riyatga ham nishon tegdi. She'riyatga ham zarba tegdi. U ham nishonga to'g'ri kelib qoldi. Va bir qism mana shu johiliyat she'riyati, demak,
chekinishga majbur bo'ldi. Lekin she'riyat bir yo'la qoralanmadi. Balki u tartibga solindi. U yangi bir bosqichga ko'tarildi. Badiiy jihatdan ham, fasohatdan ham, mazmun jihatdan ham yangi bir bosqichga ko'tarildi. Nima asosida? Qur'on va hadis asosida. She'riyatni umumiy ravishda ba'zi bir tanqid qiladiganlar tushunadigan oyat hadislarni biz izohlaymiz. Ana o'sha umumiy tushunish oqibatida ayrim kishilar she'riyatdan sal yuz o'girgandek ham bo'ldi. She'riyatning yomon narsa ekan degan tushunchaga ham keldi. Lekin Rasul akram alayhissalatu vassalom o'z siyratlarida bu tushunchani to'g'rilab qo'ydilar. Ana o'sha she'riyat davom etib kelib fors o'sha taraqqiyot fors she'riyatini ham ko'tardi. Chunki musulmon bo'lgan fors shoirlari o'z-o'zidan Qur'onga murojaat qilar, hadisga murojaat qilar va ulardan foydalangan, ulardan kelib chiqqan she'rlar arab adabiyotiga murojaat qilishar edi. Hazrat Navoiyning ijodida ham arab she'riyatdan juda katta boxabarlik bor. Nasoimul Muhabbani o'qisangiz, Hazrat Navoiy Ibn al-Forislar va boshqa arab shoirlarining asarlari haqida shunaqa zo'r ma'lumotlar keltiradiki, uni o'qigan odam aytadi. Hazrat Jomiy masalan o'sha tasavvuf shoirlarining she'rlarini sharhlab asarlar yozgan. Ular demak o'sha arab shoirlari, tasavvuf shoirlari, Ibn al-Foris va boshqa tasavvuf shoirlarining she'rlarini sharhlashar ekan, o'z-o'zidan o'z tillarida ham shunga o'xshash ijod qilishga harakat qilishdi. Arab she'riyati haliganda ko'kka ko'tarilganidan shundoq saviy, shundoq tushuncha bor bo'lgan ekanki, o'sha vaqtda mualliflar, tarixchilar yozishicha, yo'q, she'rni zo'rini arab tilida yozsa bo'ladi xolos. Boshqa til bu balog'atga dosh bermaydi degan tushuncha bor ekan. Shunda birinchi bo'lib Rudaki fors tilida ham ana shunaqa yuqori saviyali balog'atli she'r yozish mumkinligini o'z ijodida ko'rsatgan ekan. Rudaki eng mutaqaddim fors shoirlaridan, 3-4 hijriy asrlarda yashab o'tgan fors shoirlaridan. Bu kishi mana bu tomonlama fors tilini demak she'riyatga, adabiyotga, arab tiliga o'xshash quvvatga ega ekanini ko'rsatishga uringan. U kishining izdoshlari undan keyingi Ganjaviylar, Xushroq Dehlaviylar nima qilishdi? Endi bular haligi ijodni yana ham sayqallab, fors adabiyotida tasavvuf she'riyati, islomiy she'riyatini ko'rsata bilishdi. Bular shunaqa yuksak maydonga chiqqan ediki, u maydonda haligi ancha-muncha mayda-chuyda she'rlar ko'rinmasdi. Bularning parvozi shu juda baland bo'lgan. Forslarda, arablarda bir nechtalab mana shunaqa yuksak ijod qilgan shoirlar bo'lgan. O'sha shoirlarning ijodiga tenglashadigan, ularni parvoziga baslashadigan shoir turk xalqlaridan yagona Navoiy xolos. Hazrat Boburning she'rlari bor, juda baland she'rlar ko'p. Sakkoki deysizmi, Lutfiy deysizmi, ko'p bunaqa shoirlar. Lekin ana bu arab fors shoirlarining parvozi, ularning maqomiga yarasha, o'shalar bilan bellashadigan she'riyat faqat Navoiyda bor. Hazrat Navoiy shu jihatdan nafaqat turk tilini nafaqat she'riyat uchun yaroqli, balki turk tilida tasavvuf she'riyatini yaratish mumkinligini ko'rsata oldi va tasavvuf she'riyati islom olamida, tasavvuf she'riyati maydonida arab fors shoirlari qatoriga turk she'riyatini olib chiqa oldi. O'sha maydonga olib kira oldi. Garchi arab fors shoirlari turk she'riyatini o'rganib, uni o'z xalqlariga tarjima qilib yurmagan bo'lsa ham, bu jihatdan ular Navoiyning ijodidan juda boxabar bo'lmasa ham, lekin biz ularning ijodlarini solishtirganda shu narsaga amin bo'lamizki, Navoiyning tasavvuf she'riyati, tasavvuf istilohlarini ishlatishdagi mahorati ularnikidan kam emas. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Biz inshaalloh mana shu suhbat orqali o'rganamiz. Bu o'ta katta Alloh beradigan ilhom va ilmiy salohiyat. Shu bilan birga o'ta katta dunyoqarash, o'ta bir yuksak qalb bo'lish kerak bunga. Mana shu narsa Hazrat Navoiyda mujassam bo'lgan edi. U kishiga mana shu maqom muvaffaq bo'ldi. Biz endi ana shunday yuksak bir she'riyatni o'rganar ekanmiz. Ya'ni Navoiy ijodi bu hazlakam emas. Nega deng? Ijod qayerdan kelib chiqadi? Ijod ilmiy zahiradan kelib chiqadi. Navoiyning ilmiy zahirasi nima edi? Qur'on, hadis, shariat ilmlari, asosan keyin tasavvuf ilmlari, tasavvuf she'riyati edi.
Mana bu sarchashmalardan Navoiy ijodi bunyod bo'ldi. Endi bularni o'rganmay turib Navoiyni o'tishni bo'lmaydi. Undan bu yoqdagi harakatlar yaxshi, qaysidir Navoiy ijodining qaysidir jihatini yoritadi. Tan olishimiz kerak, masalan, Navoiyni o'rganish borasida oldinda faqat madrasalarda ahli ilmlar shug'ullangan edi. Madrasalarda Beydil, Hofiz, Sheroziy, jomiylarning adabiyoti qatorida Navoiyning ijodi ham o'rgatilgan. Mana shu Buxoro madrasasi deysizmi, Qo'qon madrasasi deysizmi? Undan keyin ham o'sha mana shu madrasalardagi ahli ilmlar bu she'riyatning egalari ular bo'lgan. Izohlaydigani ham, yetkazadigani ham. Lekin keyin o'rtadagi mana bu dinsizlik davrida nima bo'ldi? Navoiyning ijodiga u olimlarning shug'ullanishiga yo'l qo'yilmadi. Balki bir yoqlama ijod, bir yoqlama harakatgagina ruxsat berildi. Lekin ish shu darajaga yetdiki, Navoiyni salkam shu partbileti yo'q kommunistga aylantirishdi. Buning oqibati nima bo'ldi? Navoiy ijodidan dinni, uning mohiyatini sug'urib olishning oqibati nima bo'ldi? Buning oqibatida birinchidan biz o'zbek xalqi, turk xalqi o'z ajdodimizni boricha emas, teskari tasavvur qilib taniydigan bo'ldik. Navoiy, Hazrat Navoiy, Alisher Navoiy desa, u kishini Qur'on ilmi olimi, hadis ilmi olimi, dinga o'ta qattiq rioya qilganda Nizomiddin degan laqab olganligini tasavvur qila olmaydigan darajaga kelib qoldik. Bir qanaqadir xushtor, bir qizga xushtor bo'lgan, shu alchak-kulchang she'r yozgan yoki faqat nari borsa quruq shoir sifatida taniydigan bo'ldik. Navoiy undagi emas. Inshaalloh biz suhbatimizning bittasini Navoiy siymosiga bag'ishlaymiz. Navoiyning siymosini boricha bor bo'yicha ko'rishga harakat qilamiz. Ana natija nima bo'ldi? Bir xalqimizda katta qismi haligindek Navoiyni noto'g'ri tushungan bo'lsa, yana bir qism odamlar dinga e'tiqod qilib, ilmga uringan kishilar Navoiydan qo'lini yuvadigan bo'ldi. Navoiy o'zi unday inson emas, lekin haligi targ'ibot tashviqot u kishining portretini, siymosini buzgandan keyin bu siymodagi odamdan ahli ilmlar o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Bu nimadan kelib chiqdi? Bu Navoiy ijodini noto'g'ri talqini, bir yoqlama talqini va haqiqiy egalari bu borada kerakli ishni qila olmagan yoki qilmagani sababidan bo'ldi. Alhamdulillah, lekin o'sha vaqtda ham tan olishimiz kerak degan gapim shuki, o'sha vaqtda ham lekin Navoiyga Alloh baraka bergan ekan, u kishining ijodini boshqa jihatdan yaxshi o'rganildi. Oldinda o'rganilmagan jihatlari o'rganildi. Dunyodagi qo'lyozmalari o'rganildi. Dunyo kutubxonalaridagi ba'zi birlarning fotosuratlari olib kelindi. Yana Navoiy ijodiga doir bir qancha ilmiy harakatlar bo'ldi. Lekin bular bu muhtasham mumtoz adabiyotning mazmun mohiyatini ochib bera olmadi. Chunki ochib berishni qasd ham qilmagan edi. Aksincha yopiq qoldirish harakati edi, bor yo'q o'zi. Mustaqillikdan keyin erkinlik bo'ldi, fikriy erkinlik, diniy erkinlik. Mana endi olimlar harakat qilib Navoiyshunoslik borasida katta bir burilish yasaldi. Najmiddin Komilov domla Alloh rahmatiga olsin, Amalloh Madayev rahmatulloh Alloh rahmatiga olsin. Yana boshqa Navoiyshunos olimalarimiz Navoiy ijodi borasida salmoqli ishlar qilishdi. Hatto mana shu Navoiyning biz o'rganmoqchi bo'lgan tasavvuf istilohlariga ham izohlashdi. Lekin baribir men o'sha asarlarni o'rganganimizdan yoki o'rganganlarni bilan suhbatlashgandan olgan xulosam shuki, baribir bu ijod negizidan kelib chiqib yoritilmagan uchun baribir o'quvchilarga tushunarli bo'lmadi. Har qalay oldingidan farqli ravishda gul emas, Allohning nazarda tutgan ekan degan gap paydo bo'ldi. Qora ko'zim deganda u ayol emas, balki Allohning yoki payg'ambarning nazarda tutgan bo'lishi mumkin ekan Navoiy degan tasavvur paydo bo'ldi. Lekin u so'zlarning izohi nimani anglatadi, uni haqiqati hali ham ochilmadi. Ko'pchilik anavrog'i u olimlar yozgan ilmiy kitobni tushuna olmaydi ham. Tushunish ham haqiqatda murakkab. Shuning uchun mana shu narsalarni mulohaza qilib turib, menda bu yil fikr kelib qoldi. O'zi bu fikr bor edi oldindan. Navoiy ijodini endi bir xolis o'rganishga ozgina hissa qo'shsak, u katta bir boylik. Uni bitta odam, ikkita odam darhol bizga o'xshagan talib odamlar darhol hammasini ipidan ignasigacha yoritib ola olmaydi. Lekin har qalay bir qadam bo'lib qoladi inshaalloh degan umidda mana shu suhbatni tashkil qildik. Biz bu suhbat asnosida birinchi bo'lib she'riyat, islomda she'riyatning o'rni haqida, uning ahkomlari haqida ham suhbatlashib o'tamiz. Negaki Navoiy avvalo u kishining shoirligi ustun.
Demak, u kishining ijodining asosiy qismi she'riyat. To'g'ri, u kishining nasrda ham asarlari juda ko'p. Tarixul anbiyo, hukamo, nasoimul muhabba, majolisul nafois, nasrda ham asarlari ko'p. Mahbubul qulub tasavvufdagi asar mana. Lekin baribir u kishini avvalo shoir deb taniymiz. Shoirligi ustun, chunki u kishiga teng keladigan shoir yo'q. Nasr yozishda u kishidan o'tib ketadigan bor. Lekin she'r yozishda u kishining oldiga tushadigan shoir yo'q. Ana shu e'tibordan biz she'riyatga bo'lgan munosabatni ham bir ko'rib chiqamiz islom nuqtai nazaridan va inshaalloh undan keyin siyratda she'riyat qanday o'rin tutgan buni o'rganamiz. Undan keyin islom ulamolari she'riyatga qanday munosabatda bo'lgan, mana buni o'rganamiz. Inshaalloh undan keyin biz tasavvuf haqida suhbatlashamiz. Tasavvuf haqida ham juda uzdi-yuldi gap ko'payib ketgan. Ayniqsa ba'zi bir zohirparast kishilar tasavvufni qoralaydigan bo'lgan. Tasavvufdan ko'zlangan maqsad, darajalar haqida ham suhbatlashib o'tamiz. Undan keyin tasavvufdagi maqomatlar bor. Navoiy ijodidagi eng katta negiz shu maqomatlar bo'ladi. Ana undan keyin biz tasavvuf she'riyati tarixiga nazar solamiz. Bu tasavvuf she'riyati islom olamida birinchi kimlar tomonidan boshlandi? Qanday qilib istilohlarga aylandi? Istilohlar qanday paydo bo'lib, qanday kirib keldi? Ular kim tomonidan ko'proq qo'llanib, qaysi tarzda talqin qilindi? Mana bularni o'rganib o'tamizda arab shoirlari tasavvuf she'riyatidagi fors shoirlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgach, inshaalloh ana undan keyin biz Hazrat Navoiyning ijodiga kirib boramiz. Va Navoiy g'azallaridagi istilohlarni biz mo'tabar asarlar asosida o'rganamiz. Sen gumon qilg'andin o'zga jomu may mavjud erur bilmayin naf yetma bu mayxona ahlin zohida. Va zohirparast zohid, sen gumon qilib o'ylayotgan seni hayolingdagi maydan boshqa may bor. Sen bilgan mayxonadan boshqa mayxona bor. Bilmasdan bu mayxona ahlini nafiy qilib rad inkor qilib qo'yma deydilar. Ana o'sha mayxona va bularning mazmunlari, mana bularni o'rganamizda inshaalloh keyin oxirgi asosiy maqsad Navoiy ijodini o'rganish bo'lgani uchun inshaalloh Hazrat Navoiyning ayrim g'azallarini ushbu ilmiy asos yordamida o'rganib, izohlab o'tishga harakat qilamiz va umid qilamizki, inshaalloh Hazrat Navoiy rahmatullohi alayhining ijodlarini o'rganish borasida bir ojizona bir qadam bo'lib, ko'pchilik qiziqqan kishilarga yaxshi bir ma'lumotlar bo'lib qoladi inshaalloh. Va bu hammamiz uchun kerak. Chunki Navoiy she'riyati, nafaqat Navoiy she'riyati, umuman mumtoz she'riyat, tasavvuf she'riyati umuman islom olamini olib ko'z oldimizga keltirib aytganimizda, tasavvuf she'riyati bu islom tarixining bir qismi hisoblanadi. Kallasi ishlamaganlarning izohi bilan biz bu ijoddan yuz o'girib ketavermasligimiz kerak. O'zi o'rganmagan, farosati yetmasdan, ko'zi yetmasdan yomonlaydiganlarning gapiga aldanib qolmasligimiz kerak. Balki biz buni ilmiy ravishda bilib olishimiz kerak va bunda juda katta ma'no bor. Bunda tariximizga bo'lgan ishonch tiklanadi. Bunda tasavvuf ulamolariga bo'lgan ishonch joyiga tushadi. Tarixiga tayanmagan xalq kelajagi ham bo'lmaydi uni. Tasavvufimiz ham buyuk, fiqhimiz ham buyuk, aqidamiz ham buyuk, kitobimiz ham buyuk, she'riyatimiz ham buyuk. Hammasi buyuk.